kitob o'qib chiqdingizmi to'liq? Kitob o'qidim. Supply zonasi bor, demand zonasi bor, resistance bor, support bor, qayerda kirish bor, qayerda chiqish bor. Kunda qaysi paytida kiryapsiz? Ertalab ko'tarib tushishiga qarab turib, obeddagidan ham kiryapman ba'zida. Oltinda qarang, oltin instrumentida ko'p 5lidan keyin. 5 dan keyin. 5 dan soat 10-11 gacha yaxshi oltin instrumentida. Hozir qilayotgan xatoyingiz birinchisi o'sha boya aytganingiz stop lossdek qo'ymayapsiz. Ikkinchisi kirish chiqish tochkangiz aniq nimaga nisbatan kirayotganingizni, nima asosda kirayotganingizni bilmayapsiz. Uchinchisi riskingiz katta. Kitob o'qib chiqing, grafiklarni ko'rib chiqing, hamma narsani to'liq analiz qilib turib, undan keyin savdoga kirsangiz to'g'ri bo'ladi. Sentry shotda ishlab ko'ring birinchi. Kitobni yo'qotmaslik o'rganish uchun, undan keyin davom etib ketaveradi hammasi. Nima uchun aynan trading sohasi boshqa kasblar emas, trading sohasini tanladingiz? Bu qo'shimcha tanladim. Ishim bor o'zimni. Undan tashqari endi qo'shimchalik. Qaysi kasb bilan shug'ullanasiz? Men servisda ishlayman. Servisda. Mashina servisi, avtoservisda. Avtoservisda. Ha, yaxshi. 3 oy bo'ldi dedingiz, olgan. Ha, 3 oy yoki 2,5 oycha bo'ldi-da. 3 oy bo'ldi. Oldin o'qib o'rganganmisiz qayerda? Kurslar, trading kurslari? Yo'q, hech qayerda o'rganmaganman. Shu paytgacha nimalarni tushundingiz, nimalar o'rgandingiz, nimalar ko'rdingiz? Ancha yaxshi o'zgarish bor. Kami bor baribir. Da. U sekin-sekin harakat qilib boya xatolaringizni to'g'rilasangiz, jarayonda davom etaveradi. Yaxshi bo'ldi kelganingiz. Motivatsiya oladigan joylar bo'lsa, aytsangiz, uddalab ularni ham yozamiz. Depozit qanaqa $100 bilan ishlasa bo'ladimi yo kattaroq so'rash kerak? Sentry qilib, yo'q, sentry qilib ishlayverasiz. Yo'q, shu ularni so'rab olay deb yaxshi bo'ldi. Bilib oldim deb qolgandim deb. Telefondan. Qarang, trading boxlari olgansiz, o'sha yozda olgansiz. Qaysi tomoni ma'qul keldi, qaysi tomon sizga qulay bo'ldi, qaysi tomoni noqulay bo'lgan joylari bo'ldimi? Narxlari qanaqa, ma'qul keldimi? Ha, narxlari yaxshi. Narxlari ma'qul. Hozir bunda ishlab tursam bo'laveradi. Da, bo'laveradi. Bo'laveradi, lekin boyagidagi o'sha stopini qo'yishingiz kerak, risk management, money management qoidalariga amal qilishingiz kerak. O'sha bilan ishlasangiz to'g'ri bo'ladi.